Assalomu alaykum. Andijon viloyati Bo'ston tumani Ko'hinur mafiyida joylashgan 11-14 ga sonli kontur yer maydonidamiz. Bugun 18-iyun. Bu yerda tarvuz ekilgan. Tarvuzimiz 17 gektarga, uzunligi 600 metr, bo'yi 200 metr. Ekilgan hosillarda hozirda pishgan tarvuzlarni yig'ib terib bozorga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu konturga 58 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bitta dehqon xo'jaligiga 2 sotixdan to'g'ri keladi. Samaradorligini oshirish uchun Ko'hinurlik Ulug'bek ishlab chiqarish kooperativ MCH'si biriktirilgan. Hozirda hosillarni yig'ib bozorga tayyorgarlik ko'rishyapti. Butunlay yig'ib terib bo'lingandan so'ng yana daromadli mahsulotlar ekib dehqon xo'jaliklarining daromadini oshirishga harakat qilinmoqda.